Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xudo xolasa mana kuzatib turibsizlar, qay darvozasi bityapti, nimalar bo'lyapti. Fonni tashlab o'taman. Video qila olmayapman, sababi uzun Toshkentga, Farg'ona, Andijon, Qo'qon qilib Samarqand, Buxoroga ketib turibman. Ish kiyimlar, rabosh kiyimlar. Xudo xolasa. Qashqadaryo darvozasi. Kuzatib turibsizlar, qay darvozasi bityapti, nima bo'lyapti aytaman. Qashqadaryo darvozasi Abidovni force bo'lgan. Orqalar polni darvozamiz 2 lilik bezuloq bo'lgan. Mana bu nalishnilar. Xudo xolasa nalishnilargacha kerak bo'lsa mana bu yo'llarni kitobiy ekkanman. Bu uzun yo'nalishim bilasizlar. Aytsak aytmasa qiynaladi buni. Mana bu o'ynoq qo'yaman deganlar, pirdelka qilganmiz. Mana o'ynoqga shuni o'ynoqlarni qo'yib yopishtirib tarsda yoparlar bo'ldi xudo xolasa. Tega qismi bu. Mana bu yo'llarni asli bekitilmagan bo'laveradi. Shu adxotliklarni bekitganmiz sababi aslida bekitilmaydi, vaqt ketadi. Mana bu darvoza yo'ldan 5-10 kilometr pastroqdan o'lchab chiqqanman. Okey. Boyam telefonlashdik 8606 ni anaqadan profillar yozasiz har doim. Mana darvozangiz bugun kechga syomka qilaman degandim. Ona bola bu, onasi bu. Mana bu bolasi. Fonli bu ham bezuloq bo'ladi. Darvoza eng full varianti bo'lyapti. Inshaalloh boshladik, okey. Hozir fonli darvozani suvarkalarni joyiga qo'yib chiqamiz. Mana bu darvoza Qo'qonlik. Profil ozgina bu yerda o'tib zanglab qo'ygan, ozgina bir silo to'g'ramiz. Buni najda qilib chiqarib tashlamiz blokdan. Xudo xolasa. Ish jarayonlari bo'lyapti. Hozir neri seximga chiqib, buni ham obzorini tashlab o'taman. Mana xudo xolasa bu seximda bu darvoza Andijonning darvozasi. Andijonning darvozasi 20-kunlarga o'rnatib berasiz, o'xsha degan darvoza shu. Okey, boya ham yozdilar, ish jarayonlarini tashlandi. Ish jarayonlari polni bo'lyapti hozir. Buni najdan qilinyapti, tutalgan buni. Mana bu darvoza 3.5 adashmasam nalichida bor. 1.7 bo'lgan, 1.3 bo'lgan. Bu yo'li 2 lilik bo'lgan. Bu yo'li fonni 1.3 plyusovый bo'lgan. Eng original full variant xudo xolasa. Mana bu nalishnigi bu, Andijonning nalishnigi. Pachinli shandir, 12 обязательно she'rlar bo'lgan. Xudo xolasa. Mana bu yo'lda ham Asnam darvozasini уже boshlandi. Asnamga qilinayotgan darvoza. She'rlar asli 50 ham bo'laveradi, 12 ga qo'yganmiz. Mana bu darvoza esa Farg'ona darvozasi 340 2 qavatli pechatli darvoza, okey. Xudo xolasa darvozangiz boshlandi. Farg'ona Yozyovondan 5-4 kilometr, 10 kilometr barobar chalgan, xudo xolasa. Ishimiz yoqayotganimiz bittadan like va kommentariy bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'shashdan chiqmasin. Sizlarga ham manfaatli bo'lgan video chiqarishda davom etamiz. Ishimiz sifatlari. Bu anaqa darvozasi. Okey, to'y qilaman deganlar eski darvozalarni men olganman. O'sha darvozasi. Tayyor darvoza. Toshmaydi, mayda bash pastda. O'ta chiroyli chiqqan xudo xolasa. Sog' bo'linglar, charchamani. Aniq anaqalar esimda yo'q, sababi eski darvozalarni olganman bu okani. Okey, o'yinini aniq esdan chiqarib qo'ydim. Habbomas. Darvozangiz tayyor, kichkina o'rnataveramiz ertaga YouTube kanaliga chiqarib, tevasini 40 sm taxiya qo'ying degansiz, taxiya qo'yganman mana. O'ta cho'tki chiqqan, okey. Sog' bo'linglar, charchamaman.